Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Hop, mana 2025-yil 3-aprel sanasiga bodom daraxti, olma, o'rik va hokazo mevalik daraxtlarga shiraga va qurtga qarshi dorilarni ko'rsatib o'tamiz va sepilish uslubini qo'limizdan kelganicha tushuntirib ko'rsatib boramiz. Yaqinroq olib kelamiz kadrimizni. Hop, mana ko'rib turgan bo'lsani bu 100 grammligi Nurel Super 55%ligi. Buni mana bu aparatimiz 20 litrlik. Bunga biz 10 litriga 20 grammdan, deylik 40 gram qo'shamiz. Agar haligi ruchnoy qo'lda damlab sepadiganga 10 litr suvga 10 grammdan qo'shish kerak. Agar o'xida bundanda kuchliroq aparat motorlarda sepiladigan bo'lsa, dozani kuchaytirish kerak. Agar nariga ruchnoy qo'lda sepadiganga bunikini qo'shib qo'ysa, biz aytgan dozaga yetib chiqmaydi-da, bu samara yaxshi effekt bermaydi. Dozani joy-joyiga qo'yib sepilsa, nima qiladi? Hozir biz buni ko'chatlarimizga sepib ko'rsatamiz. Ko'chatlarini agar bilsani, men usul nuqtalarini o'sha hasharotlar yeyish boshladi. Hozir biz shularga ko'rsatamiz. Ketin ayniqsa qaranozi, gulosda bor, o'rikda o'tib ketdi, bodomda ham qisman o'tib ketdi. Ayniqsa hozir gulosda rasmini tashab qo'yishga harakat qilaman. Videoda daraja anaqasida ko'rsatib o'tamiz. Tufli qo'ng'iz bor. Mana shunga qarshi kurashmasani hosili yarmi-yarim yeb tashlaydi. Faqat sifatli dorilarni sepish kerak, imkon qadar sistemali dorilarni. Dorilar ikki xil bo'ladi. Deylik, kontashni avtomat teksi o'ldiradi, sistema qimmatroq bo'ladi, nariga qaraganda samarasi kuchliroq bo'ladi. Atravleniya qilib ham o'ldirib yuboradi. Shuning uchun sistemali dorilarni ishlatish kerak. Endi ochamiz dorimizni. Bismillahirrohmanirrohim. İmkon kadar upakovkasini buzib oling. Mana upakovka ochilmagan. Ketin ayollarga, yosh bolalarga buni qo'llash tavsiya bermaymiz, chunki ehtiyotkorlik bo'lsa, ko'zga yo bir joyga tegsa, ziyoni katta bu. İmkon qadar perchatkada niqob bilan sepgan ma'qulroq. Chunki baribir zahar bu. Bu o'zi 5 grammli ishkili tepasidagi. On grammlik ekan o'zi tepasida. 1 2 3 4. Xo'p, yana bitta savol bo'lishi mumkin. Bu doridan topa olmasak nima sepishimiz mumkin deb. Delta Fos sepishina mumkin. B58 yoki Karat degan dorilar bor. Shulardan boshqa almashtirib sepilishi mumkin. U sirazi hozir hidlari buzilish boshladi. Xo'p, mana 20 litr ustiga suvdan yana moslab olamiz. $20 litr bo'ldi suyimiz. Endi olib borib shu yerda sepamiz va gulosda, hozir gulosdagini ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa boyagi qo'ng'izimizni. Bu har bir daraxt gullaganda kelib tushadi u. Shira, bu ham shiraga, ham qurtlarga ketaveradi. Hozircha shu yerga borib olgunimizcha pauzani bosib turasiz.
Hop, boya va'da qilganimizdek gilosda ko'rsataman dedim. Urulada o'tib ketdi mana. Yaxshilab e'tibor bersani. Mana. Qayta turibdi, ko'rasizlar? Mana hozir buni qo'limga olaman. Hop. Mana. Bu mana shu tufli bo'ladi. Bu yiriroq ham bo'ladi. Gul o'simtasini ichiga kirib olib yeydi. Va mana shiralarni ham ko'rsating. Mana tushganda ham qora shira. Nasib qilsa bir kundagidan ko'rsatib beraman bularni. Natijasini. Hozir sepamiz.